Eslaymanda o'zi biz davrimizda bo'lgan o'sha eskilardan bittami o'zim qo'yganman. Ha, shisha butilkani berib, muzqaymoq olardik biz yoshligimizda. esingizda? Ha, esimda. Qanaqa bo'lardi o'sha paytga qaytib qolgisi keladimi? Bo'ladi, ha. Ana endi o'sha orqaga qaytsa ekan zamon qaytib qolsa yoshligiga. Albatta u vaqtda juda ajoyib bo'lgan. Hop endi butilkani shisha idishlarga marojna olardik. Hozirgi kundan ko'ra ancha yaxshi bo'lganda. Ha, bizni davrimizda bo'lgan shunaqa. Shisha butilka 2 martamiga, muzqaymoq ham 2 martamiga. Endi ismi shu. Sizlarga endi erishiladi, bizga lekin nihoyatda u nima deydi, havas. Ular muzqaymoq hali yo'q, lekin shuncha qimmat marojnalar ichida ham unaqa muzqaymoq yo'q. Yoshligingizda shisha butilka o'rniga muzqaymoq berilganini eslay olasizmi? Eslayman. Agar o'sha paytga qaytib qolganingizda qanaqa bo'lardi? Men bilmadim, yoshda qaytmaydi deyiladi. Zo'r bo'lardi ammo. Albatta. Kim qaytgisi kelmaydi. Yoshlaydi. U juda zo'r bo'lardi. Xohlayman, qaytaolmayman endi. Ha, unda juda yosh edi. Endi qaytib olmaydi. Endi uni ham o'zgarishi yoshda bo'lgan u paytda ham. Yoshligimizda muzqaymoq bo'lmagan, Ha, mana ham qaytib olgisi keladi, bitta qaytib olgim keladi. Qaytkim kelmaydi. Kim yoshligiga qaytmaydi? Hamma qaytgisi keladi. Ha, обязательно yoshlikda baribir. U paytda shishani magazinga olib chiqsangiz 10 tiyinga olardi. 15 tiyinga marojna berardi. O'zini davrida o'tgani yaxshi. Buni orqaga qaytaraman degan narsa yo'q. Eslaymanda o'zi biz davrimizda bo'lgan o'sha eskilardan bittami o'zim qo'yganman. Qanaqa bo'lardi o'sha paytga qaytib qolgisi keladimi? Qaytish kerak. Hozirgi hamma yo'q ximikat odamlar sun'iy. Ha, olganman, to'g'ri. O'sha paytga qaytib qolgisi keladimi? Sal vaqt ko'p emas.